Futbol bo'yicha jahon chempionatiga borishni xohlaysizmi? Kia Uzbekistan 3 ta tanlov boshladi va 11 ta chipta o'ynalmoqda. Hozir esa eng muhimi yangi Kia xaridorlar uchun tanlov haqida aytib beraman. Biz siz uchun quyidagilarni to'liq to'lab beramiz. Xalqaro va ichki aviaparvozlar, butun sayohat davomida mehmonxonada yashash, aeroport, mehmonxona, aeroport transferlari, jahon chempionati o'yinlariga chiptalar. Ishtirokchilar faqatgina shaxsiy xarajatlarni, ovqatlanish va shuningdek vizaviy yig'imlarni o'z hisobidan to'lash kerak bo'ladi. 2026-yil 1-yanvardan 28-fevralgacha bo'lgan muddat ichida xaridni amalga oshirgan mijozlar avtomatik tarzda ishtirokchiga aylanadi. Aksiya davridagi barcha xaridlarni tasodifiy generatorga yuklaymiz va g'oliblarni bizni Kia Uzbekistan rasmiy Instagram sahifamizda aniqlaymiz. Muhim ma'lumot, yuridik shaxslar tomonidan amalga oshirilgan xaridlar tanlovda ishtirok etmaydi. Ushbu konkursda jami 6 nafar g'olib aniqlanadi. 2 bosqichda, ya'ni har birida 3 nafardan. G'oliblarni 15-fevral va 15-mart kunlari aniqlaymiz. Barchaga omad tilaymiz. Balkim aynan siz jahon chempionatiga borasiz.